Qadrli kuzatuvchilar, biza ish faoliyatimizni Jizzax Motors'da davom ettiramiz. Qabul qilgan mashinalarimiz Onyx avtomobillari. Mashina hali yangi, 2000 km yurgan. 2000 da nima muammosi bo'lishi mumkin? Balon datchiklari bo'yicha muammo chiqarib bergan. 1.9 holatida ham yongan. Bu taqachiroqchilari ham yongan. Kiriz kompyuter orqali o'zini maxsus apparatlari bilan 1.7, 1.8 holatiga o'qib beramiz mashinada. Keyingi qabul qilgan avtomobilimiz Onyx bu ham. Bunda bo'lgan muammosi, mashinaga gaz qo'yilgan. Ichkarida chek yonib qolgan. Buni ham chek chiroqlari yonib qolgan. Shu bilan birgalikda balon datchiklari ham yongan. Birinchi Onyx avtomobilimiz bo'ldi. Vidlariga vaqti gap yo'q. Hop, ichkarilarini ko'ramiz. Ichkarida balon chiroqlari, znaklari hammasi o'chdi. Bu tomonda diagnostikada ham normalni chiqdi hamma tomoni. O'zini holatiga keldi. Ikkinchi Onyx avtomobilimiz bo'ldi. Bunda bo'lgan muammosi, odatda Tracker Onyx avtomobillarida gaz qo'ygandan keyin chek yonadi. Через programma orqali tekshirib, shuni diagnoz qo'yib aniqladik. Biz ish faoliyatida davom etibmiz. Yangi manzilimiz Oron bozordan kelganda Oybek klinikasi bor. Oybek klinikasidan o'tgandan keyin chap tomonda Jizzax Motors ko'rinadi. Bu tomondan, Uchtepa tomondan kelishda Guaradel tomondan kelganda zapravka bor. Zapravkadan keyin Jizzax Motors ko'rinadi. O'shaning tagida Jizzax Motors servis bor. Mana shu servisga bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsalaring, manzilimizni yana to'g'rilab tushuntirib beramiz.